turli tog' yonbag'rilarida va yo'l yoqalarida o'sib yotadigan, topilishi juda ham oson bo'lgan giyohning nomi do'stlar buymadoron, ya'ni dastarbosh giyohi bo'lib, bu giyoh do'stlar oshqozondagi va ichaklardagi turli yallig'lanishlarda, peshob yo'lidagi yallig'lanishlar va turli xil qum, tuz kasalliklarida, eng asosiysi katta kichik yoshdagilarning ichida joylashib olgan g'ujum qurtgijja parazitlarda, undan tashqari oyoq bo'g'im og'riqlari va peshob ajralmay qolishi, peshob tutilib qolish deydi-yu, shunaqa kasalliklarda samarali qo'llaniladi. Qo'llash bo'yicha yo'riqnoma oddiy va qulay bo'lib, bir boshi, ya'ni ana shu bir osh qoshiqini shundoqqina olasiz, 600 grammdan 1 litrgacha bo'lgan qaynoq dog' suvga solib 30-40 daqiqa damlab olasiz, hamda shu damlamani 2-3 mahal och qoringa ovqatdan oldin iste'mol qilasiz xolos. Bor yo'g'i shuni 1 oy, 1,5 oy iste'mol qilsangiz damlamasini, xudo xolasa yuqoridagi kasalliklarni ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Men sizlar uchun uyimda o'sib turgan buymadoronni foydali xususiyatlari haqida qo'ldan kelgancha batafsil tushuntirishga harakat qildim. Sizlar esa xudo xolasa like bosib qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman va obuna ham bo'lib qo'ying. Xullas, sog' salomat bo'ling do'stlar.